Mundial ishtirokchilarini tanishtirishda davom etamiz. Navbatdagi terma jamoa bu bizning bevosita raqibimiz Kongo terma jamoasi bo'ladi. Bu bir qarashda ko'pchilik uchun tanish bo'lmagan Afrikaning bir chetidagi jamoa, lekin ishoning, u juda ham kuchli jamoa. Ular Afrikaning boshqa jamoalariga o'xshagan tezkor, jismoniy ustunlikka asoslangan hujumkor futbol tarafdori, lekin himoyasi ham anchagina kuchli. Jumladan, ular uchun so'nggi rasmiy va eng muhim o'yinlardan biri bo'lgan Yamaykaga qarshi o'yinning asosiy tarkibini ko'rib chiqamiz. Darvozabon Lionel Mpassu Nzo Fransiya chempionatida Gavr jamoasida to'p tepadi. Markaziy himoyada Axel Tuanzebe, Burnley Angliya, Chancel Mbemba, Lille Fransiya. O'ng qanot himoyasida Aaron Wan-Bissaka, West Ham Angliya. Chapda esa Artur Masuaku, Lens Fransiya. Yarim himoya zonasi Noah Sodiqi, Sunderland Angliya, Samuel Mutusami, Atromitos Gretsiya. O'ng qanotda Elia Mishak, Alanya Sport Turkiya. Chap qanotda esa Nathaniel Mbuku, Montpellier Fransiya. Hujumchi ortida Yohan Wissa, Newcastle Angliya. Markaziy hujumda esa Ispaniyaning Betis jamoasi a'zosi Cedric Bakambu harakat qilgan. Ko'rganingizdek, Kongo terma jamoasining asosiy tarkibidagi 11 ta futbolchidan 9 tasi Yevropaning top 5 chempionatlarida harakat qiladigan futbolchilar.